Assalomu alaykum barchaga. Ushbu videoda sizlar bilan bojxona hamkor dasturi haqida gaplashamiz va ushbu dasturni qanday ishlatish kerak, nima qilish kerak hammasini bosqichma-bosqich ko'rsatib o'rgatib boraman. Bojxona hamkor Play Marketdan qidiramiz va mana shu logotip va nomi bojxona hamkor chiqadi. Ustanovka qilasizlar. Rasmdan ko'rishingiz mumkin va hozir biz kiramiz ichiga. Ochganimizda hozir men уже allaqachon kirganman dasturga, shuning uchun sразу kirib ketdi va men hozir chiqib ketaman. Akkauntdan chiqaman va umuman boshidan kiramiz mana. O'zbekcha, mana lotincha, kirilcha, qirg'izcha, qozoqcha, tojikcha, turkmancha, ruscha, keyin Amerika bo'lyapti, ya'ni ingliz tilida. O'zbek tilini tanlaymiz, hamma o'zga kiril tilini tanlaydi. Keyingisiga o'tamiz. Va bu yerda ko'rib turibsizlar, xush kelibsiz. Email bilan parol terib kirishingiz mumkin yoki Google akkaunt orqali kirish mumkin. Google akkauntni bosganingizda hamma o'sha Google'da nechta akkauntingiz bo'lsa chiqadi, bittasini bosasiz, sразу kirib ketadi. Yoki ro'yxatdan o'tmasdan davom etishingiz mumkin. Mana biz hozir ro'yxatdan o'tmasdan davom etishni bosamiz. Va mana diqqat, siz ro'yxatdan o'tmasdan mehmon maqomida foydalanmoqchisiz. Ilova qurilmadan o'chirilgan taqdirda unga tegishli ma'lumotlar qayta tiklanmaydi. Shu narsani bilishingiz kerak. Kirganingizdan keyin ma'lumotlaringiz, misol dastur o'chib ketsa yo o'chirib yuborsangiz, ma'lumotlaringiz tiklanmaydi. Shu sababli ro'yxatdan o'tish kerak. Roziman deb kirib ketishingiz ham mumkin. Parol qo'ying deydi. Misol uchun 2000 qo'yamiz. Parolni va qaranglar, diqqat, shaxsiy ma'lumotlaringizni bizga taqdim etishga va bojxona organlarida qayta ishlanishi uchun rozimisiz? Roziman. Va mana shu holatda bo'ladi. Endi orqaga qaytamiz. Bunaqa holatda ishlatish xavfli. Ya'ni aynan biz ro'yxatdan o'tib ishlashimiz kerak. Shunda dastur o'chib ketgan taqdirda, misol telefonimiz buzilib qoldi deylik, boshqa telefon oldik va o'sha emaillarimizni boshqa telefonga ulaganimizda yana shu dasturga kirib ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlarimiz yana chiqadi. Agar ro'yxatdan o'tmasdan kiradigan bo'lsak, barcha ma'lumotlar o'chib ketadi. Boshqa telefonni ochganingizda eski ma'lumotlar umuman ko'rinmaydi. Shu sababli ro'yxatdan o'tib olamiz. Mana kerakli ma'lumotlarni yozdim. Meni shaxsiy ma'lumotlarimni qayta ishlanishiga roziman. Tichga qo'yamiz va saqlashni bosamiz. Va bizni email pochtamizga mana parol bor ekan, xuddi shu parolni kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana уже keldi. 4344 mana. 4344. Kiritaman. Yangi pin kod kiriting, ya'ni o'zimiz uchun pin kod kiritishimiz kerak. Misol uchun 4 ta son va yana o'sha gap, ya'ni roziman bosamiz. Kirganimizda ko'rinishi shunaqa, mana AT deklaratsiya, yukli avtotransport bo'yicha oldindan ma'lumot taqdim etish yoki MB deklaratsiya, yengil va yuksiz avtotransport bo'yicha oldindan ma'lumot taqdim etish. Asosiy bo'limdamiz hozir. Email bo'yicha hali chiqqani yo'q, chiqqanda bunga ham alohida video qilamiz. Bemalol o'sha Telegram gruppalarimizda, YouTube'da qattiq bo'lsa, savollar bo'lsa yozsanglar bo'ladi. Imенно shu video bo'yicha ham tushunarsiz joy bo'lsa, Telegram gruppamizga kirsalaring, o'shda savollar tashlasalaring, adminlar yordamlashib boradi. Imенно shu narsalar ro'yxatdan o'tkazish masalasida, ya'ni akkauntingiz yo'qdir balki, akkauntingizda paroli yo'qdir, nimadir xatolik bo'lyapti, bemalol yozsanglar bo'ladi. Telegramga kirib, просто bojxona hamkor deb qidirsalaring chiqadi, sразу o'shga yozib yuboraverasizlar qanaqa muammo bo'layotgan bo'lsa. Xo'p, bu joydan keyin o'ng tomonga o'tamiz. Ariza. Ya'ni ariza bo'limida sizni tashlagan arizalaringiz ko'rinadi. Hozir mana hech qanaqa ariza tashlaganim yo'q, hech narsa yo'q. Profil bo'limida mana emailim, ismim turibdi. Nastroyka, ya'ni tilni tanlash mumkin boshqa tilga. Akkauntdan chiqish tugmasi turibdi. Demak, asosiyga o'tib, hop, bu narsani yana chiqyapti. Ya'ni diqqat. Hop, boshqa qaytarilmasi, ko'rsatilmasin desak, mana roziman, boshqa ko'rsatmaydi. Endi yukli avtotransport bo'yicha hozir zaявка tashlab ko'ramiz. Transport guvohnomasi deyapti, mana oldi taraf, orqa taraf. Men hozircha o'zim galereyamdagi xohlagan rasmni tashlashim mumkin. Ya'ni test sifatida bu ketyapti bu video. Hammasiga razрешить berasizlar. Mana xohlasanglar kamerani yoqib rasmga olishinglar mumkin bo'ladi. Yana shu hujjatni
Agar galereyada bo'lsa, oldindan galereyani bosib turib, kerakli rasmni tanlashingiz mumkin mana. Ya'ni transport guvohnomasini old tarafini tanlaysizlar. Transport guvohnomasini orqa tarafini tanlaysizlar. Menda yo'q bo'lgani uchun faqat o'zimdagi prosta skrinshotlarni qo'yapman xolos. Ikkinchisi o'sha haydovchi pasporti old tarafni qo'yamiz. Va orqa tarafni qo'yamiz. Yuk tashish ruxsatnomasi dazvolibdi. Bunga ham bitta skrinshot qo'yamiz. Misol logotipini qo'yamiz. Keyingi smer bilan invoice deyapti. Smerga ham bironta rasmni tanlaymiz. Invoice bir nechta surat olish mumkin deyilgan. Invoice nechi bet misol aytaylik. Mana bitta, yana bitta tanlaymiz. Mana ikkita bo'ldi ko'rgansizlar. Yana bitta tanlashimiz mumkin. Mana uchinchisi tanlasak bo'laveradi. Nechta bo'lsa, o'sha invoice'imiz necha bet bo'lsa, hammasini kiritishimiz kerak. Keyingisi notariy hujjatlar kiritamiz. Bunda ham bir nechta tanlash mumkin. Bir raqam ko'rinyapti mana, bitta kiritdim. Kafolat hujjatiga ham bitta kiritdim. Atak bunga ham qancha bo'lsa shuncha kiritgan yaxshi. Jo'natishni bosaman va chegara postini tanlang. Ya'ni qayerda mana? Farg'ona misol uchun qaysi joy yoki mana Namangan qaysi joy? Andijon qaysi postga mana? Toshkent viloyati mana. Farg'onadan tanlaymiz. Farg'ona chegara posti mana. Ma'lumotlar qabul qilindi dedi. Ro'yxatga o'tish, asosiyga o'tish. Buni asosiyga o'tamiz. Mana shu joyga keldi. Arizalar bo'limiga o'tamiz. Endi bu biz jo'natdik, arizamiz ketdi. Mana yangi holatida turibdi. Endi kutamiz. Shu operatorlar bu zaявkani qabul qilib olish kerak. Bu holatda yangi ko'rinishda turibdi. Undan keyin operator qabul qilgandan keyin jarayonda degan yozuvga almashadi. Undan keyin o'sha operator ishni tugatgandan keyin rasmiylashtirgandan keyin to'lov kutilmoqda degan yozuv chiqadi. Siz to'lovni amalga oshirasiz va keyin yakunlangan sifatida ko'rinadi. Va bemalol o'tib ketishingiz mumkin bo'ladi ekan. MB deklaratsiyaga ham xuddi shu transport guvohnomasi misol tashlaymiz mana galereyadan. Orqa tarafni tashlaymiz hozir. Orqa taraf. Haydovchi pasportini tashlaymiz, keyin oldi tarafi, orqa tarafi. Men prosta galereyada bor rasmlar tashlab qo'yapman xolos. Misol tariqasida. Bir narsaga e'tibor berasizlar, hammasi tiniq bo'lishi kerak. Xo'p, Farg'ona chegara posti qilamiz. Asosiyga o'tish. Va arizamiz ikkita bo'ldi, mana ko'rgan bo'lsanglar. Tepada MB chiqdi, ya'ni oxirgi marta qilganimiz tepaga chiqib qolar ekan. Hozir MB ga bitta deklaratsiya tashlaymiz va operator qanday qabul qilib olishini ko'ramiz. Birinchi transport guvohnomasini oldi tomon, orqa tomon tashlaymiz. Hozir men o'zim xohlagan rasmlarni yuboryapman, ya'ni u hujjatlar bo'lmagani uchun haydovchini pasporti oldi, orqa tomonlari tashaladi va jo'natishni bosamiz. Qayerdan? Misol Farg'ona viloyati, Farg'ona chegara postini tanlaymiz. Mana arizamiz ketdi, mana 3 ta bo'ldi. Tepada eng tepadagi hozir tashlaganimiz. Endi operator qabul qilganda qanaqa o'zgarishini ko'ramiz. Endi qaranglar, bu narsani ko'rib chiqyapti va sizlar tashlagan pasportda qanaqadir xira joy bo'lsa, raqamlar masalasida misol chatdan yozib yuborgan bo'lishi ham mumkin. Mana tepada ko'ryapsizlar, o'sha belgi chiqib qoldi, stiker mana tepada ikkita turibdi, 2 marta yozgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Ariza raqami ko'rinyapti, deklaratsiya raqami ko'rinmaydi hali, chunki rasmiylashtirilgan yo'q. Invoice raqami hisoblangan, to'langan, ya'ni ular rasmiylashtirgandan keyin to'lanish kerak bo'lgan summa yoziladi, ko'rinadi shu yerda. Hozir bir SMS ga chatga kiramiz. Nima dedi mana? Operator yozyapti: "Assalomu alaykum, pasportingiz raqamlari xira holatda. Keyin pasportingizni qaytadan shu yerga jo'nating" deyapti. Jo'natamiz hozir. Mana skripkani bossalaring, galereyaga kiramiz. Shu pasportimizni misol uchun shuni pasport deylik, tashladik mana. Va u qabul qilib oladi.
operatorimiz qabul qilib oldi bizga rahmat deb yozib yuboryapti. Endi kutamiz ozgina, ya'ni u rasmiylashtirguncha kutib turamiz. Tak, mana ikkinchi zaявkamizni ham qabul qilishdi. Ko'rib chiqilmoqda deyapti. Ana endi ichiga kirsak bo'ladi. Kirganimizda o'sha ma'lumotlar tepada mana SMS bo'limi turadi, chat bo'limi. Shu chatni bosib, misol deklarantga, operatorga xabar yozishimiz mumkin. Misol uchun aytaylik, tezroq qilib bering. Shoshilyapsiz, tezroq qilib bering deb yozib yuborishingiz mumkin va bu deklarantga boradi, deklarant sразу javob yozadi. Mana operator xo'p, imkon qadar tezroq qilib beramiz deyapti. Misol rahmat deb yuboramiz. Endi chatdan chiqib ketamiz va kutamiz, biz ishni tezlashtirib berishadi va qaranglar. Mana shu ko'rib chiqilmoqda deyilgan joyda уже to'lov kutilmoqda va rasmiylashtirildi, shunaqa yozuvlar chiqadi. To'lovga o'tganda aynan mana shu arizamiz ichiga kirganimizda Click, PayMe, UzumPay, UzumNasiya, Visa, Mastercardlar juda ham ko'plab mana shu to'lov tizimlari chiqadi. Qaysi biri qulay bo'lsa bizda o'sha orqali to'lov qilamiz. Hozircha bojxona hamkor dasturimiz haqida shunaqa yangiliklar bor. Telegram, Instagram, Facebook, YouTubedan bojxona hamkor desanglar, bemalol ma'lumotlar topishingiz mumkin bo'ladi. Va sizlarning savollaringizga qarab biz yana ikkinchi qismini ham chiqaramiz bu videoni. Ya'ni sizlar savol tashlaysizlar, shu joyda nima qilish kerak deb tashlasanglar, biz uni video qilib chiqarib beramiz keyingi qismlarini.